Bunaqa ommaviy roza tutishlar, nima bo'lishlar 89-yildan boshlangan. 1989-yildan boshlangan. Shunda keyinchilik bo'lib, hammaga ruxsat berilib, e'lon qilinib, azon aytilib, oy ko'rilib, shunaqa roza tutgan. Rozadan keyin bir 2 kunmi 3 kun o'tdi. Biz shu Yalang'och tarafga bir yerga bordik. Bir odam suhbatdosh bo'lib qoldi. So'raveradi, rozani unisi umi, bunisi bumi deb so'rayapti. Bilimli odam. Keyin o'zi tushuntirishga o'tdi. Taqsir dedi, men oliy o'quv yurtida rahbarman dedi. Kichikroq rahbar ekan. To'g'risini aytaylik, Xudodan bekitalmagan narsani bandadan bekitolmaymiz. Birinchi marta bu yil roza tutdim dedi. O'sha vaqtda haqiqatan ko'pchilik birinchi marta o'sha yilda tutgan. Birinchi marta roza tutdim. Rozani bunaqaligini men xayolimga ham keltirmagan ekanman. Roza tutib olganman, idoramning ishi bilan bu yerga kiraman. Ular bu narsalarni so'raydi. Shu bir og'iz yolg'on gapirsam ishim bitib ketadi-yu, lekin gapira olmayman. Rozam bor. Gapira olmayman, ishim bitmaydi, qaytib chiqaman, xursand bo'laman. Ishim bitmaganiga. Chunki yolg'on gapirmadim. Xudoyo, yolg'on gapirmadim, ishim bitmadi, bir kunim bitib qolar, lekin men yolg'on gapirmaganimga xursandman deydi. Endi deydi, men sizdan deb yana boshqa roza bormi deganim, shu yana rozani farz namozidan boshqa roza bo'lsa, shuni ham tutib yursak, bir yo'li yaxshi bo'lib ketarmikan deb umid qilyapman deydi. Men aytdim, bor, to'g'ri. Shavvolda roza bor. Haftani dushanba, payshanba kunlarini Rasul akram alayhisolatu vasallam tutganlar. Buni tutinglar, nafl roza. Yaxshi, xayriyat. Mana shu bor ekan, buni qilamiz biz. Ko'ryapsizmi? Umr bo'yi o'sha vaqtning tarbiyasida o'sgan odam. Oliy o'quv yurtida ishlab yurgan odam. Bir marta roza tutib, shunchalik foydasini anglab, oqil odam hammasini demak tushunib, nima? Axloqiy bir yuksaklikka erishgan. Demak biz hammamiz ana rozani tutganda faqat nima qilib bo'lsa ham iftorga yetib olsam bo'ldi degandan endi yuqoriga ko'tarilishimiz kerak. Iftorga yetishni o'rganganman, endi roza tutdim. Ana shu haligi a'zolarim gunoh ishlar qilishdan ham roza tutsin endi. Tilimdan yomon gap chiqmas. Nafaqat o'zi, balki birov urush janjal qilsa ham chiqmasin.